Borlig'im farzandlarim, erim, ularga jonimni bag'ishlaganman. Qariganimda qadrimni bilishar. Ikki qarindoshim bo'lardi yoshligimda. Biri yemay bolalariga yedirar, kiymay kiydirardi. Erimni biri ikki bo'lsin deb ertalabdan kechgacha adashmasam 24 soat g'imir qilib tinmay ish qilib yurardi. 35 yoshda 55 yosh xotinga o'xshardi. Rak bo'ldi. O'ldi ketdi. Eri bitta juvonni olib kelib uylandi. Bolalari uyli joyli, qizlari erga tegdi. Shu bilan boyaga xotinda ora-turada yilida bir eslashmasa eslashmaydi. Yana bir xotin bor edi. O'ziga qarar edi. Yeb turgan narsasiga bolalari kelib yopishsa, "To'xta, men yeb olay, keyin sen yersan" derdi. Hech narsa topolmay qolsa, kartoshka bilan sabzini qirg'ichdan chiqazib, yuziga surib o'tirardi. Hozir shunaqa xotin bo'lgan. Oq ro'mollarini tashab, mashnaqa qilib davrani to'rida oppoq bo'lib o'tiradi Otinoyi. Ko'rganda havasi keladi. Eri sevatda, bu qaramaydi bu xotin deb hasad qilishadi. Kelinlar xizmatda, o'g'illar yonida davrini suryapti. O'zingiz birinchi o'rinda bo'ling.